Mana biz ham zavtrgidan keyin Mustafa maqtang. Ha, zo'r oladilar. Taassurotlar. Taassurotlar. Balandroq. Zo'rmi? Onamizni ham shirdingmi? Mana, bizdan ham. Mustafa toshini ushladi. Mana ham oling. Taassurotlar zo'r. Havosi zo'r, harar zamon yomg'ir yo'q ekan. Siz ham ayting taassurotlaringizni. Maza qilamiz zo'r. Mana shunaqa joylarga jiyanim bilan jiyanlarim bilan Xolisxon, Shahboz, Xisrav, Muhammad, Mustafa nevaramiz, ustozimiz, Botirxonchamiz mana zo'r a'lo darajaga dam olish zo'r bo'libdi. Singlim Floroy bilan birgalikda mana bilan bizga xizmatga sog' bo'linglar. Sizlarga ham chorlab qolamiz shunaqa joylarga. Kelinglar, marhamat. Mana siz ham ayting. Ha, kecha biz tug'ilgan kunimiz edi. Mana bular yaxshilab o'tkazib berishdi. Puketning yaxshi bir oshxonasiga borgan edik. Bu yerda o'sha nima deydi haligi dengiz hayvonlari deymizmi, shu dengizga yuruvchi bu baliq bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qisqichbaqa bo'ladimi, shu narsalarni iste'mol qilib keldik. Kechqurun xonaga kelsak, xonaga tort ustiga sham keltirib qo'yishibdi, resepsiya. Chunki kecha tug'ilgan kunim edi, lekin men ularni ogohlantirganim yo'q. O'zlari bilishgan. Lekin bitta shambaz meni qo'ymabdi dedi, ish qilib. Keyin mana bugun 9-may. Haligi nima deydi? Qadrlash kuni. Xotira kuni deyiladi albatta. Bu o'tganlarni, mana hammamizda o'tganlarimiz, ota-onalarimiz bor, kattalarni, ularni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ularni eslaymiz. Bugun endi baribir bayram O'zbekistonda. Biz bu yerda bo'lsak ham qadrlash kuni. Endi mana shu kunlar o'zi qariyalarni borib ko'rsa, bir ko'rib kelib duosini olsa, bu juda ham yaxshi narsa. Endi bu asli g'alaba kuni deyilgan avval sayz paytida. Lekin g'alaba nemis fashistlari ustidan nima deydi? G'alaba qozonganligini kuni deydi. Yo'q. G'alaba 8-may kuni bo'lgan aslida tarixda. Lekin 9-may kuni butun dunyoga e'lon qilingani uchun 9-may bo'lib qoldi. Demak, bugun Den Победы. Moskvadagi parad ham juda yaxshi o'tsin, ish qilib, ozgina xavfi bor, ozgina eshitgan ayrimlar tushungan bo'lgandir. Ish qilib bugungi parad ham juda yaxshi o'tsin. Moskvaga bo'ladigan parad. Shu dam olishimiz 15-maygacha hali ko'p joylarni ko'rishga ulgurishimiz kerak. Hayvonot bog'i bor, hali attraksion bor, juda ko'p. Chunki bir Phuket reyting bo'yicha juda yuqorida turadigan, dam oladigan joylar dunyo bo'yicha bu Tailand. Shuning uchun nasib bo'lsa ulgurish kerak. Shu mana bularni biz bosganmiz ham qilaydi. Vallahi saylar yo'q, isdan chiqibdi. 4 minut bo'ldi. Zelenskiy aytdi, bu 2 kun indamayli buramizga dedi. Bayram bo'lsin dedi. Magna